Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan Honor X7D smartfoni haqida gaplashamiz. Ushbu smartfonimiz byudjetli, lekin judayam krassavchik telefon hisoblanadi, ya'ni telefonda haqiqiy o'g'il bolasi. Ushbu smartfonimiz 108 megapiksellik asosiy kameraga ega va 8 megapiksellik yuqori sezuvchanlikka ega linzalar bilan jihozlangan, 8 megapiksellik kamera bilan jihozlangan. Va uni yana bir afzalligi akkumulyator quvvati 6,5 ming amper bilan jihozlangan. Bu sizga kun davomida bemalol ishlatishingiz va ertasi kuni yana yarim kun davomida ishlatish imkonini ham beradi. 35 wattlik super charging bilan esa juda ham qisqa muddatda bemalol 0 dan 100 gacha to'ldirishingiz mumkin. IP65 himoya tizimiga ega. Suv ostida bemalol smartfondan foydalanishingiz mumkin va yana bitta afzalligi qish yaqin -20 daraja sovuqda ham bemalol ishlay oladi. Ushbu smartfonimizni Turkiston Nasiya savdo do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. 3 oydan 18 oygacha.